Assalamu alaikum muhterem körümen dostlar. Hemmalarga Hidayla ekran notu salam. Programımızga hoş geldiniz. Akıl ve tefekkür namlı programının devamını görüyorsunuz. Aldınғы kısımlarda biz akılga alakadar zatlarını verip ötken boldık. Bugün an ve oy. An ve oy. Avazda şavqın bilen var anlayatkan, körüyatkan dostlar olsa bir gaz kaldırıp ötken bolsa mı? Bugün biraz texnikalik normalsızlık var. Haberoğlu bolgandek akıl hakkındaki izdeniş ya da tavsiye talepke asasen şair Ahmetcan Osman Efendi'nin taqdim qilishida Akıl ve Tefekkür namlı programını başlagan edik. Bugün 3. sanda turupdik. Oldin hafta münasebeti bilen kechiktirgan boldik. Başka mesele yokken tamam. Ekranımızda Ahmetcan Osman Efendim var. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Aleykümselam. Hoş bulduk. Yaxşımısınız? Ahmetcan Osman Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Qanday ahvalыңыз? Görmeler falan Bugün biraz yaxşımı? Buradan tutunlar mı? 8-5 başında atıldık bu. Gayet. Tamam, fırsatını çabuk tutup programımızı devam kılayverdi ama yok. Hoş, akıl hakkındaki destekli programda oturup koyulgan mezmunlarga asasen bir kısım qarindaşlarımızda kızgın inkas, bahs, münazirler kaynagan bulup özünün bu sahada diqqat kılayotgan yoki jihatda seviyaga ega ekanligini ifodalash uchun tirishchilik ko'rsatganligini bildirmoqchi bo'ldim. Ya qanday oldu? İkinci sondagi programmada hech qanday inkas tushmagan bo'ldi. Ama ba'zi inkaslarda tushunamaganlik to'g'risida shikoyatlar, bayonlar bo'libdi. Bu yerda tushunamagan bo'lsa, tushunamagan bir masala var, tushuntirilmagan bir masala var. Endi ekranda biz programni taqdim qilish jarayonida, suhbatlash jarayonida biz tushunmaganlarimizdan savol qo'ya yurib, gapirishib yurib, bir narsa qildik, biroz tushundik hisob. Shuni qaragan chog'da tushunmagan boshqa qirdoshlarimiz tushunmagan o'xshaydi. Shuning uchun shu programmani ma'ldirib o'tamiz. Ya'ni nima uchun tushunolmaymiz? Navbatda bizning hozir bu tushunilmasligimizga sabab bo'lgan omil ikki ekan. Birinchisi so'zliklarning uqumlarida qalaymiqanchilik bor ekan. Bir so'zni desak, o so'zning asli uqumi zaten nimani ifodalaydi, nimani bildirdi, nimaga vakillik qiladi degan narsa bizda qiliplashgan, o'lchamlashgan, standartlashgan bir tushunchaga ega emaskanda, shuning bilan bizimiz bir so'zning uqumini bu deb tushungan bo'lsak, u uqum boshqa bir ma'noni tushuntirdi-kanda, shuning bilan so'z bizimiz ushqashmaydi ekan. Ikkinchida tefekkür qilish. Biz gerçi aqlimizda turli narsalarga ishlatgan bo'lsak-mu, masalani analiz qilish, boyqash, uning aloqador taraflarini bir yer to'plab aytilib, munosabatlarni hal qilish, oxirida aniki yechim nuqtalari berish jarayonlaridagi tefekkürning bosqichlari, uning ilmiy bo'lish, mantiqiy taraflari, ya'ni sebep neticelik munosabatlardagi to'g'riliqqa ahamiyat beradigan taraflarda biz seviye egizbeslikka chiqib bakında. Çünkü bu yana aylanıp gelse yana tiliga verip takıldı ekan. Çünkü tiliga bakıp adamda tefekkür oldu ekanda. Shuning uchun tilida gacha bo'lgan, tilida xam bo'lgan insonning tefekkürdimi xamlik ifodasi qachonmas, ya'ni yo'shog'ilmaydigan darajada ifodalanib qoladi ekan. Men gapni uzartib qoldim. Xo'sh, bugungi nimada an ve oy bilish ve obrazlashtirish temasida ilib borgan bo'ldik. Anni bilish dedik, o'ylashni obrazlashtirish deb yaxshi
ixchamlashtiribdi, o'rinlashtirilmoqda. Vaqtda bugun sizdan sizdan anglaymiz, tushunmagan yerimiz bo'lsa, yamishimiz. Marhamat. Siz muqaddimangizda yaxshi o'tirib qo'ydingiz bir masalani. Masalan, bu masalan aql haqida biz suhbatlashgan vaqtimizda hatto ikkimizning orasidami balki shu aqlninki hukmi to'g'risida yana bir farqlar yuz berdi. Buning sababi nima degan vaqtda bu qandaqdir bizningki aqlni bilmaydiganligimiz, tushunmaydiganligimizdan emas, faqat mushu hukmning, ya'ni mushu aql degan mushu so'zningki Uyg'urcha so'z emasligidan kelib chiqadi barliq masala. Chunki siz aytgandek o'ylash, ya'ni hozir o'ylash deb turaylik yoki tafakkur qilish til bilan zich munosabatli. Til bo'lmasa o'y bo'lmaydi, o'ylash bo'lmaydi. Hatto nurg'un mutafakkirlar, faylasuflar til bilan o'yning munosabatini nihoyat aniq bayon qilib ko'rsatib o'tdi va shundaqla o'yning faqat o'yningla emas, butun madaniyatning, kulturning, urf-odatning, e'tiqodning, e'tiqod sistemasining, hatto haqiqatning o'zimi til bilan munosabat ekanligini muayyanlashtirdi. Shunga o'ylashni, tafakkur qilishni, shuning bilan birga yana aqlni, ongni tildan ayirib qarayolmaymiz. Masalan, insonni masalan ongli hayvon deydi faylasuflar. Ve bazıları insonni masalan so'zlaydigan hayvon, gap qiladigan hayvon, ya'ni notiq hayvon deydi. Ya'ni bu yerda o'ylaydigan yoki ongliq degan so'z bilan so'zlaydigan va notiq degan so'zning ma'nosi o'xshash. Ya'ni mushu sifatda, insonning mushu sifatida. Ya'ni inson bilan hayvonning farqi, inson o'ylay oladi, aql childalaydi, ong qaralaydi. Hayvon undaq qilolmaydi. Hamda insonning shu aql chiltalishi, ong qaralishi, o'ylay olishi, uning so'zlay olishi tilliq ekanligi bilan zich munosabatli. Shunga hamda biz aqlning nima ekanligini va tafakkurning nima ekanligini, chunki bizning programmamizda aql bilan tafakkurni selishtirib qo'ydik. Masalan, aql va tafakkur deb. Shunga mush ikkisiniki nimaligini bilishimiz uchun shunga oldi bilan biz bu ikki so'zning ma'nosini, hukmini bilishimizga to'g'ri keladi. Siz biraz burun yana mulohiza bilan analiz degan so'zni ishlatdingiz. Mulohiza qilish, analiz qilish deb. Masalan, mush ikki so'zning o'zimi siz shu ikki so'zni ishlatayotgan vaqtning o'zida yana mulohizaning nimaligini va analizning nimaligini mushu ikki hukmning qaysi so'zdan kelganligini toza bilib ketmaysiz. Chunki buning sababi mulohiza arab so'z, Uyg'urcha emas. Analiz ingliz so'z, Uyg'urcha emas. Shuning bilan bu ikki so'zningki ma'nosini Uyg'urcha bo'lmaganligi uchun tamamen ro'shan, aniq bilib ketolmaymiz. Shunga biz endi bu aql bilan tafakkurni birinchi qismda so'zlagan vaqtimizda uningki ong bilan o'y ekanligini eskartib o'tgan edik. Uningdan keyin
aqlning masalan bağlash ekanligini, bağlash fe'li, bağlash qiliqi ekanligini, ish harakati ekanligini, andan keyin tafakkurning masalan yeshish, chuvish qiliqi yoki ish harakati ekanligini eskartib o'tdik. Endi bugungi qismda masalan programmamizning endi ong bilan tafakkurning yana aql bilan tafakkurning yana ong bilan o'y ekanligini, shundaqla ongning bilish ekanligini, o'yning bo'lsa obrazlashtirish ekanligini so'zlamoqchi. Shundaq bo'lganda biz aqlni tushunishimiz uchun o'zimizning tilidagi ong so'zini va uqumini tushunishimiz kerak. Shundaqla bilish sözünü, yani bu özümüzden tili bilish degan tushunishimiz kerak. Shundaqla uni o'y bilan solishtirib yoki tafakkur bilan solishtirib, andan keyin uningki obrazlashtirish ekanligini, ya'ni bilishning qarshisida obrazlashtirish ekanligini bir bayon qilib o'tsak, andan keyin aqlning aniqlamasiga texmi yiqilisha olamiz deb qarayman. Endi tafakkur degan vaqtimizda hozir aql va ongni oldingi ikki programmada so'zlab o'tdik. Hozir endi uni yanama ishlagan holda tushunish uchun tafakkurga yondisak. U chog'da zada tafakkur nima endi? Masalan, tafakkurmi aqlmi? Yoki u aql emasmi? Bizning suhbatimizda tafakkurning aql emasligini o'ttirib qo'ydik. Chunki ish bo'lmaganda birining bağlash, birining yeshish, birining qorashtirish, tuzish, yana birining buzish, chuvish ekanligini so'zlab o'tdik. Shunga tafakkur aql emas. Aql ong bo'lgan bo'lsa, tafakkur o'ydir, uyg'urchilik. Chunki o'y uyg'ur tili. Shunga biz bilamiz o'y. O'y degan nima? Uyg'urchada. O'y arabchada, chunki tafakkur degan arabcha so'z, shu arabchadagi fikr degan so'z. O'y. Andan keyin tafakkur degani fikrdan, ya'ni fikr qilish degan gap arabcha. Ya'ni fikr tafakkara. Ya'ni fikr va fikr qilmoq. Fikr qilmoq. Bizdeki Uyg'urchadagi o'y va o'ylamoq. La qo'shimchasi Uyg'ur tilida masalan sharkatni bildiradi. Masalan atla deymiz. Atla. Masalan eriqdan atlamak. Bu masalan at degan sözge la qo'shimchasi qo'shilib, so'z yashish qo'shimchasi qo'shilib, andan keyin mush atlashning hukmini beradi endi. Ma'nosini beradi. Endi atla degan atdan kelgan bo'lsa, endi Uyg'urlar dastlabda yoki qadimgi Uyg'urlarimiz mushu atlashni qanday o'ylagan? Ya'ni atlashning ma'nosini qanday o'ylagan degan vaqtida atladaki at degan so'z tutmay, asli at. Ya'ni minadigan at. Shu minadigan atqa atla degan vaqtida, ya'ni atlash, ya'ni atning ustiga o'zini qishlash degan gapda atlash. Yoki bo'lmasa bir putini atdan o'tkazib turib, o'tkazib o'tish degandek mustaq ma'nolarni bergan atlash. Uningdan aniq atlan degan so'z kelgan.
ne qo'shimchasi, laga yana ne qo'shimchasi kelgan vaqtida bizningki o'timlik fe'ldan o'timsiz fe'lga aylandi masalan. Shuning bilan atlan degan vaqtida bu nima bo'ldi desa, ya'ni atlan, ya'ni lan degan, ya'ni atlan, ya'ni sen atning ustida bo'l. Ya'ni at bilan jabduqlan degan gapda. Mana shunga o'xshash bizning endi o'ylashmi yoki o'ylanmi o'xshashlar o'y degan so'zdan kelgan. Ya'ni o'yla degani o'y fe'lini qil, o'ylan degani ya'ni sen qilinsa, sen qilmaysa, o'yla degani sen qilsa, sen o'yni qilsa. O'ylan degani sen qilinsa, sen bir o'y sifatida qilinsa degan gapda. Ya'ni o'timsiz fe'l bo'ladigan gap o'ylan. Shunga o'xshash, endi bu o'y. Savol bormi? Mesela lan degan so'zni biraz qildik, oxirida mana sen tayyorlab qilib obdan jabdun deymizda bir yerga. Ana degan qurollan. Ha misalda Qur'on tayyor obdan qurollangan juma deb. Aşağıda lan işletildi ekanmiz. Qurollan. To'g'ri. Ha. Qurollan, o'ylan, atlan. Ha, atlan dedi. Atlan, atqa lanni qo'shilgan bo'ldi. Lan degan so'zni boshqa yerda ishlatildi ekanmiz. Demak, konularning so'z qandaq yasash bir nima bakinda hikmat bakin. Albatta o o'yda, shu yasash degan o'ylash. Anladingmi? Biz yasash bizningki ajdodlarimizning, qadimgilarimizning qandaq o'ylaganligini ko'rsatadi. Her bir tuqum o'yini bildirdi. Ya'ni ular qandaq o'yladi degan masala kelib chiqdi. Masalan, tutoq deganni, masalan, tutoq degan so'zni endi nima deb bular tutoq deb atadi? Buningdagi o'y nima? Qandaq o'ylagan bo'ladi desa, oldi bilan tutoq degan so'z nimani bildirdi desa, yog'ochni bildirdi. Tutoq, yog'ochni tutqi deb qo'yamiz, bu tutoq endi. Endi buning asli nimadan kelib chiqdi degan vaqtida putdan kelib chiqdi, put. Put. Mağdıgan put. Mangadigan put. Shu putni oq qo'shimchasi kelgan vaqtida anoningkin tutoq bo'ladi. Xuddi masalan Türkçedeki uçmak degan fe'lga so'z tumurga oq qo'shimcha qo'shib uchoq bo'lgandek. Masalan o'choq degandagi o'ch. Oq, o'choq. Qaymoq. Masalan, andan keyin deylik, ya'ni ko'p bunday so'zlar uyg'urchadagi. Endi mushu tutoq degan so'z tut, ya'ni bu o'xshash bir narsa. Ashundaq bir narsaninki borlig'ida, bir nimada. Adam Magettin ben nime keldi dese, daraxtdan bir shixidan tutoq chiqdi degan gap aşağıda mağdıga yol çıktı degandek tuyuladi. Ya unda tushunsa nima bo'ladi? Unda tushuniladi. Anandan keyin yeni bir tutoq masalan bir bixtil mayang'i chiqqan narsa tutoq bo'ldi. Bayan chiqqan ekan. To'g'ri. Demak, aşağıdan mağdıgan bir yol çıktı degan gap. Yani putning yo'li chiqdi. Putning ishi chiqdi. To'g'ri. Ya'ni shu ma'noni berdi. Endi ya'ni bu yerda bizniki faqat bilmoqchi bo'lganimiz her bir söz Uyghur tilideki emas bütün dünyanın bütün ellerinin tili asli oylaştır. Asli oylaş. Oylaş bilen bu til ikisi ayrılığı bulmaydı. Şuna biz tefekkür kılış, yani oylaş degen sözün yine
qaysi söz tumuridan kelganligini, qandaq yasalganligini bu so'zningki bilmasak, u chaqda biz ajdodlarimizning o'ylamoq degan mushu fe'ilni qandaq bilganligi, qandaq tutqanligini bilmaymiz. Şuna masalan tefekkür qilmoq desak, zodil bilmaymiz. Tefekkür qilish degan gap desa, arab so'z bo'lganligi uchun zodil bilmaymiz tefekkür qilishning nima ekanligini. Endi u ha? Aslında ovoz yana chiqib qolibdi ama siz mikrofonni kichikkin pasaytirib bostirib qo'yinglar o'zininki. Bo'ldi. Endi-chi? Ha, azildi. Azildimi? Endi azroq paslasizlar. Ha. Endi-chi? Yaxshi hozir. Ha, bo'ldi, endi aniqroq bo'ldi yana. Endi bo'ldimi? Azildi. Ha. Ha. Endi biz tefekkürninki o'ylash ekanligini bilsak, u chaqda biz tefekkürning ma'nisini, tuqumini zodila aniqlayolmaymiz. Şuna endi biz tefekkür degan mushu so'zni o'zimizning so'z bo'lgan o'ylashdan, chunki arablar ashu uqumni tefekkür deb olganiga o'xshash, uyg'urlarmi ashu uqumni o'ylash deb olgan. Ya'ni ayni bir uqum. Uyg'urchada o'ylash, arabchada tefekkür qilish yoki tefekkür. O'xshash bir uqum. Shuna oldingi bosqichda biz tefekkürning nima ekanligini o'ylash degan so'zimizdan, o'zimizning uyg'urchasidan tushunamiz. Demak, tefekkür qilmoq, o'ylash. Unda bo'lsa aqlchu. Aql ishlatmak yoki anqirmoq u o'ylash emas. Unda bo'lsa buning farqi nima? Nima farqi bor? Ya'ni anqirish bilan o'ylashning, aql ishlatish bilan o'ylashning nima farqi bor? Tefekkür qilishning farqi nima? İkisini qanday farqlantiramiz? Bunun uchun endi biz o'ylashning biraz burun biz masalan tutaq so'zni berdik, atlamak degan so'zlarni berdik. Mushu so'zlar orqali ajdodlarimizning, qadimqilarimizning qanday o'ylaganligini ko'rdik. Bular qanday o'ylaydi ekan desak, bir uqumni hosil qilish uchun, atash uchun, bir ma'nini atash uchun qanday o'ylaydi ekan desa, obrazlashtirdi ekan. Masalan, oyada atlanmak deganda atla ve insonningki atning ustiga chiqishi bor. Tutaq degan so'zda masalan bor, insonning puti, ashu putninki chiqishi, ya'ni bir yangi bir putninki paydo bo'lishi, chiqishi. Siz degandek ashu obrazlar orqali masalan siz uningki bir yangi yo'l ekanligini tasavvur qilamiz. Tasavvur qilmoq deganmi, yana obrazlashtirmoq degan gap ichida. Arabcha tasavvur, uyg'urcha obrazlashtirish. Demak, bu yerda ko'z oldimizga bir obraz keladi. Obrazlar keladi. Obrazlar bir-biri bilan bo'lgan munosabat keladi. Mana bu shu o'ylash. Ya'ni o'ylamoq asli u obrazlashtirmoq. Ammo anqirish yoki aql ishlatish u obrazlashtirish emas, u bilish. Bilish bo'lganda biraz abstrakt bo'ladi. Ma o'ylashdek konkret bo'lmaydi. Abstrakt bo'ladi. Shunga aql abstrakt dünya. Şu abstrakt dünyadaki insanın bağlaş ve quraştırış,
tüzüş iqtidarı. Lekin o'ylash bo'lsa insonningki konkret narsalarni bir-biri bilan munosabatlashtirish ishi. Shuna o'y bilan ong ikkisi mana shu konkretlik bilan abstraktlikda farqlanadi. Endi abstrakt degan vaqtimizda u faqat bundaq aytgan vaqtida xiyoldan iborat. Xiyol. U real narsa emas, xiyol. Endi ma o'ylash bo'lsa, bu obraz. Bu konkret narsalar. Ya'ni bu reallik. Shuning bilan ong bilan o'y ikkisi biri real o'y, yana biri xiyol. Buni yana Aristotel masalan bundan 2500 yil burun birini fizika, birini metafizika deb atagan. Fizika degani fizika bilimiz narsalar, barliq, konkret, mavjudlik, konkret narsalarning hammasi fizika. Yani biz ko'radigan, his qiladigan, anglaydigan, so'raydigan, tetiydigan, tutadigan, tegadigan narsalarning hammasi fizika. Yani reallik, konkret narsalar. Metafizika u ko'ngil olmaydigan, tutqul olmaydigan, quruq olmaydigan, tetig'il olmaydigan, takkil olmaydigan mundaq bir dünya. Buni metafizika deb atagan. Yani biri konkret, biri abstrakt. Biri obraz, yana biri xiyol. Mana endi ong bilan o'yni yoki aql bilan tafakkurni mana shunday ikki xil shaklda ko'rgan vaqtimizda ikkisining farqini aniqlay olamiz. Ko'rib olamiz. Shunday bo'lganda aql abstrakt yoki metafizik dünya süptide onun reallik bilan bo'lgan munosabati qanchalik bo'ldi? Mundaq bir savol kelib chiqdi. O'y yoki tafakkur Abstraktning konkret bilan bo'lgan munosabatimi? Ha. Shundaq. Real bilan xiyolning munosabati. O'sha bizning insonlarda bir narsa bor ekan. Bular ismni tutib oldi ekan-ku. İsmini tutadi ekan, ism ifoda qilgan narsa tutolmaydi ekan. Shundan kunab qoldik, biz ajlar cho'ng'ilabdik. To'g'ri. Shunga bu yerda hozir birli vaqtda biz abstrakt, real. Nima abstrakt, xiyol ikkisi bilmaymiz mumkin. Abstrakt bilan xiyol ikkisi ekan. Abstrakt bilan xiyol ikkisi bir. Shundaq. Konkretlar real ikkisi ekan. To'g'ri. Bir odamning konkret bilan real obraz. Tamam da obraz oturuşsa da üç oldu. Şuna açardan bir adamla köştürüp bu adamın ismi Mehmet, Batu, Oğuzhan da üç ismini desek mesela beş kişi diyecek bunu. Çünkü olar evvelde köre vaktinde bir şey. Lekin anla vaktinde üç isim boğan diken kıyıktı diken. Şuna biz olarga bu isim alması mı? Çünkü isimler almışı dikinde İngilizce'de başka, Arapça'da başka, Yemizce'de başka. Lekin adam şu pit kalgan dek. Şu isimler ifadə qilgan asli narsa şu pit qaldı ekan. Şunu biz ma isimni az ishlatib, adamning sifatini jiqroq tushsak, andan keyin adamning resmi to'nib bo'lgandan keyin biz bu adam ishq ismini berib,
bu isimlerden mesela konkret, real, obrazlaştırış. Üç isimni berip, üç isimnin ortak hususiyetleri, onun kanşırı var, çeçi uzun, kulukının bir yerde pepesi var, degen tutsak, aş yemiz ki beriplam aş men takın şu degeni tapkan dek, Doğru. aş esli degen esini tapalaydigan boldu ki. Doğru. Men şunun için ma isim küşenme atkadım, nemini küşenme atkandı desem, bu isimnin için almış kitediken bulacağım. Doğru. Doğru. Hayır, doğru. Ben menimçe bir isim bilen bir meseleni inir düşendirle. A inip bu tonuş bolgan deken bu tonuş isimler, bu tonuş närsinin isimlerindeki kolunu atkan isimlerini oturup koyup bu isimler ortak moşini köstüdü degen şekilde bir ekkersek ma adamın mınısı anındakini an tutalaydı eken. Biz bayatını ya turop gitip At küp ma tuttum ya ma küp diyende gep ağlamaya biraz oksijen devam milletim. Ay gep biraz oyun tutkandak tuyulap insanlar şu an mınız karşılık çarpılıp gidip öze tutanmay mı ne? Ahmetcan Osman Kalayımkan gep kıldı ki. Değişti yanmaydı ken. Şu ben adı hayatım şunu dikkat kıldım da. Şu an bakın biraz gepten patılıp kaldım. Ya, yaxşı saxladınız. Hem mesela sizin gepinizge ulap desek, mesela deyli okyan, deniz, derya, köl, su, H2O. Yani H2O. Bulanın hemmisi nime sizce? Hidrogen, içki, oksijen emmi su. Su. Bulanın hemmisi bu. Mesela su ne? Su ne? Okyanda davamlı okyanda bulunduğun adam bolsa, onu suni okyan deydi hem. Şu okyan bilen bilir suni. Çünkü su degen bu söz. Bu mevhum bir söz su degen. Hem şu su degenni okyan dep bilirdi okyandaki adam. Şu okyan şu. Bir yer kaçlandık. Ha? Ya bir dair kalımız yani. Elbet ya ben demekçi oldum mesela bütün muşu ma'nileri yoki muşu isimleri sununki yine başka isimleri qandaq şekilde buludu degan masalani davatimiz var. Biz biraz bunu siz sözlegandek albay sözlediniz muşu olsun. Endi dengizde yaşaydigan, dengizni bildigan, yani dengizning qirg'oqlarida, sahillarda turadigan bir adam bo'lsa, suv deseniz dengiz deb biladi u endi. Okyanın qap o'rtasida yaşayan adamdan farqli qaldi endi bu sahilda turib yaşayan deniz deb biladi. Endi dengizdimi, sahildimi emas, lekin tog'larda yaşayan yoki ne deymiz, çöllerde yaşayan, vadilarda yaşayan adamlarni alsak, bularni endi suv deseniz daryo deb biladi endi. Ya olmasa deryamı bulmagan mındaq bir yerler yaşayan olsa su desiniz köl dep biladi. Erek dep biladi. Anladın keyin bir ilim fen xadimi nisbeten bir ximik nisbeten mesela suni o hidrogen içki o dep biladi. Şundaq o. Hidrogen bir oksigen atomi dep biladi. Mana suni her xil insonlar her xil ataydi degan gapda. O'xshash shu bir til bilan yine. Shundoq ekan. Bu o'yninki masalan biz onu obrazlashtirish dedik. Bunda ekan
obrazlaştırış ne? Obrazlaştırış mı? Oylaş. Yani ikisi farksız. Yani ben oylawatyman degenin ornuga biz kopap ben obrazlaştırwatyman desek hatalaşmayız. Ben ankırwatyman degenin ornuga ben bilwatyman desek hatalaşmayız. Endi muşu biliş bilen muşu obrazlaştırış ikisi kanda yüz berdi. İbrahim Aleyhisselam deslepte ayga qaraydı. Ayga qarab bu mening perverdigarım deydi. Lekin ay tam yoruşı bilen yokaydı. Yokap ketidi. Şunun bilen İbrahim Aleyhisselam bu yokaydigan näsken, yokap ketadigan näsken mening perverdigarım yokamaydı gani. Şuna bu mening perverdigarım emas deydi. Andın seyyarige qaraydı. Bir seyyarige qaraydı. Umu yokap ketidi. Taň aýdyş bilen. Şuna bilen mening perverdigarym yokamaydy gani. Bu mening perverdigarym emas deydi. Üçüncü qatımda künge qaraydı. Hem deydi bu teximi çoň. Muşu mening perverdigarym eken deydi. Lekin keşkirgende quyoşmy fitip yokaydı. Şuna bilen bu yokaydy eken, bu mening perverdigarym emas deydi. Ahırda anın eken asmanlar bilen yerinin memleketi, yani padişahlığı mening perverdigarym deydi. Asmanlar bilen yer, yani bütün muş kainat, asmanlar bilen yer, muş bütün kainat yokamaydı o. Hiç gündüz yokamaydı. Göz aldığımda devamlı. Yokamaydı. Karanlık olsun mu yokamaydı. Yoruk olsun mu yokamaydı. Gündüz olsun mu yokamaydı. Gece olsun mu yokamaydı. Bu yokamaydı demek. Hem en çoğu, tekimi çoğu. Demek bana muşu mening perverdigarym deydi emdi İbrahim Aleyhisselam. Bu Kur'an'da enak deyilgen bu emdi. Emdi muşunda boğa vaxtıda bu nime dese İbrahim Aleyhisselam'ınki oylawatkanlygydan derek berdi. Obrazlaştırıvatkan ve oylawat. Bu ýerde nimeni oylawatdy İbrahim Aleyhisselam ve nimeni obrazlaştırıvatdy? Mesela bu ýerde mesela aýynyň, seyyarynyň, quýaşynyň bir peýda bolup bir ýok bolyşy, karangulyk bilen ýorukluk bilen, gündüz bilen keçenin münasibeti bilen zıç münasibet. Demek bu ýerde nurgun obrazlar var. Mesela gün diye vaxtımızda bizdenki göz aldığımızda mesela yorukluk geldi. Ay diye vaxtımızda bizden göz aldığımızda karangulyk geldi. Ay karangulyk yokaganda ay yokap giderken gün mü yorukluk yokaganda gün mü yokap giderken mana muşu obrazlarning münasibetide İbrahim Aleyhisselam perverdigarının nimeligini oylayalaydı. Mana bu oylaş. Endi biliş desek ýa-ki mana obrazlaşdyrış. Mana şu oylaş ýa-ki obrazlaşdyrış. Endi biliş ýa-ki ankırış desek o nime diye wagtda mesela İbrahim Aleyhisselam'ın ayıga qaraplam mening perverdigarym deyişi
Mana bu biliş, bu anqırış. Yani ayını anqırdık, ayını bildik. Bunu bildik, anqırdık. Lekin ay haqida o'ylamadik. Nim deb o'ylamadik? U ikkinchi qadamda bo'ldi. İbrahim alayhissalomning ikkinchi qadami anqirishdan keyin o'y bo'ldi. İbrahim alayhissalom oyini bu mening Parvardigorim deb anqirgandan keyin yoki bilgandan keyin ikkinchi qadamda obrazlashtirib, o'ylab, yo'q, bu mening Parvardigorim emaskan deyiladi. Yani mening Parvardigorim degan hukm bilan mening Parvardigorim emas degan mushu qarama-qarshi hukm bir vaqtida İbrahimdan chiqdi. İbrahim alayhissalomdan chiqdi. Lekin qanday chiqdi? Birinchisi bilish, anqirishdan chiqdi. Ikkinchisi o'ylash, obrazlashtirishdan chiqdi. Şuna mundaq chiqib aytgan vaqtida ma'lu kun degan vaqtimizda yoki quyosh degan vaqtimizda biz kun yoki quyoshni anqirgan bo'lamiz, bilen bo'lamiz. Bayqıgan. Bayqıgan desek mi olurdu? Doğru. Bayqıgan bo'lamiz. Yani yoki ko'rgan bo'lamiz. Unugan bo'lamiz. Çünkü o körülüdü, anlanmaydı endi. Mesela aydı değil, yoki quyosh. Endi muşlarning hammasi nima desa bu aql, ang, bağlash, bilish degan mushu akt, mushu hareketler sebebidir biz hasıl qilgan bilimler, biz hasıl qilgan tuqumlar. Quyosh, mavi ay, mavi kecha, mavi kunduz, mavi daryo, mavi tog', mavi yulduz, mavi sayyora, mavi daraxt, mavi çöp, mavi su, mavi ot. Mana muşlarning hammasi bu aqlning jarayoni, bilishning jarayoni, anqirishning jarayoni. Shunga Qur'onda Adem alayhissalomni secde qildirib Allah bütün farishtalarni, albatta nima secde qilmaydi iblis. Lekin bütün farishtalar secde qiladi. Secde qildirgandan keyin anadan keyin farishtalar Allohdan so'raydi. Shundaq bir yer yuzida qon to'kadigan, yer yuzida chiriklik yap boradigan shundaq birsini sen qanday qilib yer yuziga xalif qilsa, izbosar qilsa, senin izbosaring bo'ladi degan vaqtida masalan Allohning beradigan javobi nima desa sizlar bilmaydiganni bu biladi. Masalan narsalarning otlarini sizlar bilmaysizlar. Lekin Adem biladi. Adem alayhissalom biladi narsalarning otlarini. Qani Adem sen atap berib, faqat atap berib farishtalarga degandan keyin Adem alayhissalom atap berdi. Shaylarning ismlarining hammasini otlarini atap berdi. Shuning bilan Alloh anandan keyin farishtalarga men bilganni sizlar bilmaysizlar degan javobni berdi. Endi mana shu Adem alayhissalomning bütün narsalarning etini bilishi. Bu nima desa bu bilish. Bu anqirish. Bu aql. Adem alayhissalomning aqli, yani insonning aqli mana shu. Yani atash bilan tutuldi. Yani mav quyosh, mav ay. Lekin atash bilallah yoki bilish bilallah
Perverdigarını bilgili bulmaydı. Xuddi İbrahim Aleyhisselam'ın abay biz sözlep ötken sidek Perverdigarını biliş üçün siz emdi akıldın, andın, tefekkürge, uyga köşmesiniz, Perverdigarını biliş ememleşmaydı. Şuna Kur'an'ın ayetlerinde davamlılık eğitildiğin nesini medise Ela tetefekkerun. Ela yetefekkerun. Yani sile oylanmam sile. Oylamam sile. Ula oylamamdu, oylanmamdu deyen muşu sual, muşu söz davamlı tekrarlanıp durdu ayetler. Yani sizin yaki bizning bir bendi buluş, bizning bendi buluş, biz bendi buluş sütümüz bilen bizning birden-bir qiladigan işimiz, birden-bir vazifemiz, ibadetimiz Allah'ını tunuş, Allah'ını biliş. Hem de şu Allah'ını, Perverdigarını biliş üçün aklimiz, ilmimiz kufayı kılmaydı. Bizde oy buluş gerek. Biz oylaşımız gerek, oylanışımız gerek biliş üçün. Xuddi İbrahim Aleyhisselam tuğandı. Şuna Einstein mu? Bilişni çeklik, obrazlaştırışını, yani tasavvurunu çeksiz de tasavvur yaki obrazlaştırış, biliş yaki akıldın mı mühim diyen Einstein. Hem Einstein ameliyette bir fizik alimi. Hem Müslümanların nazarında kafir biri. Müslüman bulmayan biri. Lakin o şu Einstein, şu kafir İbrahim Aleyhisselam'ın hırgınını kılıbatıdı değil mi şu sözü de? Şundan mesela. Yani Meşgulat şu. ha? Meşgulatı şu. Elbette. Hatta Einstein şu meşgulatını kıldı. Hem de şundak iken oylaş yaki oy faaliyetinin asası neyme? Yani oylaş yaki oy faaliyeti yaki oylaş nimini şart alırdı. Yani nimige tayınıldı. Onun elementleri nime? Degan şu sualını koygan vaqtimizda anandan keyin tefekkürünün akıldan qandaq farqlanadiganligini ko'rib olamiz. Yine müşakereçe bir anlarman buluş süpütünüz bilen sizinki mu bir suallarınız var mı mesela bir mulahizalarınız Ya bayatınlığı yaki davamlaştırıp ketiverem bu. isim alıp gitip bir insanın neçe isim süpütüle oturup koyup mani Yeli Mehmet deyken, Seli Semet deyken qaysı rast bunun qaysı isim doğru mu lan? Dep bazen beş kıyıp ketkendek avval şekillenip kalgandek sorgan edim beşilik sualını. Lekin keyinki daryo, deniz, eriq, ko'l, o'stam degan nomlarning hammasi suvni ifoda qiladigan, suvga boshlaydigan bir uqumkanda. Xuddi shuningdek, suvga aloqador uqum bo'lgandek, bu ismlarni shu ismga o'tganligi farqli ismlarni shu kishining ma'lum tarafini asos qilgan isim bo'lgandek, masalan, uning yog'ochchi,
tamçı, muallim, qari, yamjim degandek sifatlar bilan qo'shilib kelib ism olib ketadigan-da uning. Falanchining dadisi deganiga o'xshash. Shunga ismlar olib ketib qoldi ekan. Lekin aslida tüp ismida uning bir ismi bo'ldi ekan, u ismi suvning molekula ismi xalqaro big'o misalini. To'g'ri. Oksigen 2 degani butun dunyo buni ko'rsatsa hammadan suv deyalaydi, o'qiyalaydi-da. Bular boshqa madaniyat aqartishning nimasi kelgan, ya'ni ma'rif yetgan yerlar. Bu musammaydan suv deymiz endi. Xuddi shuningdek, mana aql va tafakkur nomli programni boshlab dastlabda aql haqidagi tushunchani bugun 3-qismida biz ong degan yerga keldikda, oldida aqlning ong bo'lganligini tushuntirgan edik. Lekin mana Uyg'ur tilidagi tushunishga solsak, uning bugungi atalg'usida bilish degan so'zni ifoda qilganligini tushungan bo'ldik. Ya'ni aql, ong, ikkisi bir ufqo, u yana bog'lash, bugun ma'noda bilish, uning o'rtasidagi birisida yana biz dedik. Qarashtirish yoki tuzish degandimi? Qo'rashtirishda. Bularning hammasi aqlni ishorat qiladigan hukmlar ekanligini, ismlar ekanligini o'tirib qo'ygan bo'ldik. To'g'ri. Uning zidida qo'rashtirishning qarshisida chuvish bor dedik. Va bugun bilishning qarshisida obrazlashtirish bor dedik. Bilishning yana bir ism bo'lgan konkretlashtirishgan. Uning qarshisi abstraktlashtirishgan. Ama bu ismlar bizga aloqa aslidagi so'z to'g'rini tunishda biraz qalamaqalashtirib qo'yganlik tufayli cho'gilib qoldi ekanmiz. Hep aralashtirib olganligimiz tufayli tushunchsizlik paydo qildi ekan. Shuning nima uchun shunday deyilganligini, shuning ishitilgan o'rni, vaziyati qarab turib arishga majbur ekanmiz-da biz. To'g'ri. Shuni biraz shunchalik ilg'i qildim men. Çünkü aql mana roman emas, bizning g'aybda emas, palonchi po'konchining jidini araydigan da'vo emas, aniga qanday diplom o'tirdigan. Chunki bu aqlning ichidagi harakat o'g'achqa, mingning ichidagi tafakkur o'g'achqa, bizning yana atrofimizda diqqatimizni chachadigan narsalar va xiyolimizning biz bu dunyoda o'ylayotgan pulimiz, yoqayotgan anglayotgan tovushlarimiz. Shunami? Mingning boshqa bo'laklarda bizni mashg'ul qilib diqqatimizni chechayotgan nurg'un narsalar bo'lganligi uchun o'tirib qo'yayotgan bu narsalarni fokuslashtirib, o'zimizni shunga markazlashtirib, uni shu rasmiy suzuk mana o'rtog'izish unda oson emas. Bu mashg'ulotni qilolmaydi ekan nurg'un insonlar. Qilolmagan ekan deb charchab, sport saliga normaldir adam akab qo'ysa, 5 kilometr piqirab bo'ldi deb to'xtab qolgandek to'xtab qilib chiqdi ekan-da insonlar. Shunga o'xshayotgan bu ishlar. Shunga bu aql ishi, bu aqlning gimnastikasiga aloqador texnika. Tushunishimiz kerak ekan buni. Shunga bizning charchab qilishimiz balkim bizga ig'i kelgan bo'lsa kerak. Ya'ni biz sal kuchaytirib qolgan bo'lsimiz kerak. Zo'rg'ib ig'iroq narsa ko'tarib qilishga yoki chetimizni bekrak jiritishga sabab bo'lib qolgandek mingimizni bir oz hozir o'tib qolgan bo'lishi mumkin mana so'zlanayotganlar. Ammo bilishni istagan, o'rgansam bo'ldi, bir tushunsam bo'ldi degan insonlar menimcha bundan huzur oladi. Chunki sper chiqarish uchun, badanning ma'lum yerlarini farq etish uchun insonlar shuning qijlanayotganidan xo'shilib turib ko'tirdi ani. Chunki qijlanmasa xo'sh yoqmaydi uningga. Mening mana bu ta'sir qilmaydi deydi. Qijlangan vaqtida anandikin buningga sport ta'sir qilgandek tuyuladi. Aqlga shart qo'ygan inson
ügünüşke intilgen insan özünü qiynavatkan bir meseleni görgen çağda keyni giyinip çık etmeydi o. Mana bu yerde anlarman dostlar özü bir diagnoz koysa çekinip çıkıp ketişini istevatgandek turamdı o köngüle mangisi aklı oyu obrazı yoki to'xtab tura deb sal yengini turib degan narsa biraz bilan shu biraz konkretlashish emas obrazlash shaklida o'tib ketdi. Bir tarafdan anladım, bir tarafdan tapşırık işlerdim ben shundoq. Hozir endi Ko'zim qo'ydi. masalan siz tutgan shu nuqtani texmo kengaytib so'zlasak temamizda masalan suvni suv degan mushu so'zni biz bir nechaga buzdik. Bir nechaga buzdik. Yani bir nechaga parchaladik. Ya bo'lmasa suvni yechdik. Yechgandan keyin u bir necha bo'lib ketdi. Bu nima bo'ldi deganda masalan okean, dengiz, daryo, ko'l, eriq, o'stan, andan keyin oxirida H2O masalan, 2 hidrogen, 1 oksigen dedik. Bularning hammasi suv. Hamda qarang, suv yeshildi. Yeshivyapmiz biz suvni. Ya'ni mana shu qavqda biz yanala o'ylayapmiz. O'ylash harakatini, faoliyatini qilyapmiz. Endi mushundaq faoliyatlarni Greklarmi qilgan, Uyg'urlarmi qilgan, Arablarmi qilgan, barliq millatlar qilgan. Biz faqat hozir Greklar bilan Uyg'urlarninki misolni olaylik. Masalan, yeshish yoki chuvish yoki parchalash. Yani biz bunu tefekkürün işi, o'ylashning ishi dedik-ku. Obrazlashtirishning ishi deb. Musha parchalashni qilsak, masalan, bütün kainatni Greklar to'rt narsaga bir kainatni to'rt narsaga yeshib etgan, parchalab etgan, chuvib etgan, buzib etgan. To'rt narsaga. Ve uni kainatning yoki barliqning mavjudligining to'rt asosiy elementi deb atagan. Suv, o't, havo, tuproq. Suv, o't, havo, tuproq. Shundaymi? Suv, o't, havo, tuproq. Uyg'urlarni to'rt tadu deb otgan qo'yna. Uyg'urlarni to'rt tadu. Endi biz buni greklarni qo'yib qo'yib, endi Uyg'urlar qarasak, Uyg'urlarni shunday o'ylaganmi? Yani Uyg'urlarmi mushu bir kainatni, mushu birni parchalaganmi, yeshganmi, chuvganmi? Hatta bunu Arap tilida desak tahlil qilganmi? Tahlil degani yeshish, chuvish degan gap Arabchada tahlil. Yani chuqqa tahlil qilganmi, yeshganmi, chuvganmi desak, shunda qilgan. Masalan, Oğuznamede aşı birni İnternette bir mesele var mı? Meningmi? Tamam. Ben daha da hoş geldin. Oğuznamede mesela aşı birni oltiga yeshidi, oltiga parchalaydi, oltiga chuvidi. U nima? Oğuz Hakan'ın altı balası. Oğuz Hakan'ın altı balısının etiği karan. Mesela Kuyaş, yani gün, ay, yıldız,
Bu üçsi kök yoruqdan boğan balaları, kök yoruqdan boğan balaları. Çünkü bular yoruqlar emasmi? Gün, ay, yulduz. Anından keyin qolgan 3 balasi kök, tağ, deniz. Bu üçsi. Bu üçsi kök qarang'udan boğan balaları. Daraxtning qarang'usidagi o'ltagan ashu qizninki qiz bilan topgan bolalar endi o'g'saqanning. Mushu üç endi bu üçsi qarang'ular. Üçsi yoruqlar. Endi siz bununla qarasangiz Quyosh, kun ve yulduz ve aynımı Uygurlar aynımı şunda oylagan üçsi nurlar bular. Yani bular otlar. Bular ot. Anından keyin Yalqın. Yalqın, ot yalqın, kök ateş deyilib. Endi kök nima desa u havo. Kök havo. Atmosfera, havo. Şamal, yel. Endi mavi tağçu, tağ topa. Toprak. Andan keyin deniz su. Şunun bilan Uygurlar mana şu ot üstümüzde asmanda ot. Andan keyin kök yoki havo. Andan keyin tağ yoki topa yoki toprak. Andan keyin deniz yoki su. Mushu 4 elementga bo'lgan mushu birini koinotni. Greklar bilan o'xshash. Mening qarashimda, endi meniki bilishimda, mening tecrübemde, benim okuşlarımda, tədqiqatlarımda Grekler Uygurlardan algan bu 4 asas elementni. Çünkü Uygurlardan algan degandeki bu yerdeki benim dalilim nima desa Hızır aleyhisselam. Hızır aleyhisselamның ismi asli edi kök aleyhisselam. O kökni Araplar bilmegendiken onu kök deb Hızır deb atagan. Hızır degeni Arapçada yeşil degen gap. Yeşil degeni emdiligi kök davamlı kök aleyhisselam davamlı men kök deb tuğandan keyin kök. Anondaki köklash Uyg'urchadagi bütün mushu narsalar ularga tushuntirib qo'yolmay Arablar oxir Arablarniki köklash, kök bu oshning köki, sabzining köki, kök yıldızını kökteyimiz o Uyg'urchada. Aşındaq narsalar nima qilgan demak bu yeşillik bilan munosabat ekan. Yeşil deb bunda atib olganda kökni, kök aleyhisselam. Shuni yeşil Hızır aleyhisselam deb atilib qolgan Arabcha. Amaliyotda u Uyg'ur payg'ambari kök. Hem de aşı kök bu mesela aynı vaqtida İskender Zulqarnaynni ustoz bo'lgan. Yani Alexander Zagreb deydi o ne? Büyük Alexander degan. Yani onu Arapçada İskender Zulqarnayn deb atgan hatta nimada Qur'onda şu. Hem de şunun ustozi bo'lgan, şunun o'rgatgan. Hatta ona shu nimdagi qarang'uliq zimindagi abi hayot ne İskender Zulqarnayn izlab chiqqan dunyoda, oshini izlab, hayotlik suyu izlab, qarang'uliq zaminda. Bu qarang'uliq zamindagi hayotlik suyu deb, bu shu taklimakan taraflarda bor deb, aşağı yetib borgan, hatto shu yerdan atlab o'tib Xitoyning zaminlariga hech ketgan endi. Nima? İskender Zulqarnayn. Endi mening demoqchi bo'lganim, bu Greklarninki masalan shu 4 asosiy element bo'lgan o'ylanishlari Hızırdan kelgan va Hızırning zamonidan keyinroq bo'lgan hatto yuz bergan tafakkur jarayoni, o'ylash jarayoni. Hatta bizniki Uyg'ur tafakkurdagi masalan siz eslatgandek 4 tadu
mu mesela nime desiniz soğuk yani sık höl ve kurak. Şunda mı? Anlamadım da. Avazım anlamadım da. Su, ot, hava, toprak. Tuttu. Ya şundan bizden milli tibaret Avaz kiragan var şu mı ya? milli tibaretke. Hatta Uygurlarınki bu milli tibaretikçe sınıf gelmesinden gereklileri yok. Mesela höl, kurgak, soğuk, ısık degan mush Ha, to'rt narsa. Mushumu ha, yine nim bilan to'g'ri. munosabatlik deganda, ha? To'g'ri. Nim bilan munosabatlik deganda, Tuttu'ningki 16 shahinishi var ekan to'q. aha. Endi 4 Hamda mijoz mush dedi bor, narsalarning siz deb ketgan narsa shu. mush narsalarning hammasi hamda issiq bilan qurg'oq, issiq bilan qurg'oq nim bilan munosabatlik degan vaqtida yo'riqlik bilan munosabatlik. Höl bilan soğuqlik, qorong'ulik bilan munosabatlik. Yani eng ahirga baganda Uygurlar hatta xuddi Oğuz Hakan'ın 6 balası ular yig'ilgan vaqtida 4 element dedik masalan. Shu 4'imi yine qorong'ulik bilan yo'riqlikdan, ya'ni ko'k yo'riq bilan ko'k qorong'udan ikkisidan bo'lgan deb mana yine oxirida bu 4'ni Uygurlar birinin ikkiligi, ya'ni birinin tumuş kainatının ameliyatda qorong'ulik bilan yo'riq ekanligini yoki bo'lmasa uning qayta yeni bir atalishi nima desa qorong'ulik degan yo'qlik, yo'riqlik degan borliq. Uning yana bir xil atalishi qorong'ulik degan o'lim, yo'riqlik degan hayotlik. Uning yana bir xil atalishi qorong'ulik degan jimjitlik, sukunat, yo'riqlik degan ovoz, un, shovqin. Mana mushundaq narsalardan tarkib topadiganligini birni. Ve shundaqla shu birni mushu narsalarga parchalagan holda, bo'lgan holda, yashgan holda, chuqgan holda birni shundaq o'ylagan. Yani o'ylash anqirishning aksicha Uygurlarni aşu birga yetaklagan. Aşu birga olib borgan. Gereklarnimi mushu o'ylash, mushu parchalash, yeshish, mushu tafakkur gereklarnimi birga olib borganga o'xshash, yetaklaganga o'xshash. Shunga bu yerda eskartadiganimiz o'y obrazlashtirish degan vaqtimizda u dastlabki insonlarningki oldi bilan birga qandoq qaraganligi, ya'ni butun mushu bir koinotga qandoq qaraganligi. Mushu qandoqlik obraz shaklini elib bularningki o'yida obraz shaklini elib yoki bilishida obraz shaklini elib Uygurlarda masalan oldi bilan bu qorong'ulik bilan yo'riqlikdan iborat
ikki obraz shakllangan. Shu birining ikki obraz shakllangan. Va shundaqla qorong'ulik bilan yorug'likdan iborat mushu ikki obrazning munosabatlarida mushu ikki obraz ondan keyin siz biroz burun eskartganga o'xshash o'xshamagan atilishları bilan ko'paygan, ya'ni yeshilgan, parchalangan, chuvilgan. Mana mushu o'y Uyg'urlarda, men Uyg'urlarni aytdim, qadimgi Uyg'urlarda qorong'ulik bilan bir ko'k, ya'ni mushu birdan bir ko'k, ish koinot. Hozir bizning tilimizda, ilm-fan tilida koinot deb atalgan mushu narsa, mushu bir Uyg'urlar uni ko'k deb atagan. Ko'k. Mushu ko'k qorong'ulik bilan yorug'likda obrazlashgan. Endi qorong'ulik bilan yorug'likmi her bir obraz anandan keyin türlengen, ya bo'lmasa chuvilgan, yeshilgan. Masalan, yorug'lik barliq degan so'zga ko'paygan, yeshilgan, chuvilgan. Ve hayatlık degan so'zga ve ovoz, ün, shovqin degan so'zlarga qorong'ulik degani jimjitlik, qorong'ulik, yo'qlik, anadan keyin qorong'ulik, yo'qlik, jimjitlik, ölüm degan mushundaq so'zlarga parchalangan yoki yeshilgan. Shunga hozir endi mushu o'yda, mushu birning o'yida, birni qandoq o'ylagan Uyg'urlar desak, endi biz yeshishga, shuvishqa, tafakkur qilishqa, o'ylashqa ehtiyojli bo'lamiz. Mushuni tushunish uchun. Buni hergiz aql bilan yoki anqarish bilan tushunolmaymiz. Shunga nimani haqiqatni bilish uchun, chunki aqlning nishoni, birdan bir vazifasi haqiqatni bilish, shunga o'xshash o'ylashning, o'yinning, tafakkurning vazifasi, qiladigan ishi, g'oyasi haqiqatni tunish, bilish. Shunga Qur'onmi haqiqatni tunish, bilish bo'lganligi uchun o'ylamamdu degan so'zni nurg'un qatim ta'kidlab ketgan yerimiz shu. Va shundaqla biz olgan misolga o'xshash nimaninki İbrahim alayhissalomninki Parvardigorini tunishida qandoq o'ylash qiliqini, harakatini qilganligi mushuning eng chong isboti. Shunga haqiqatni, haqni, Parvardigorni, Allohni birdan birini bilish uchun, tunish uchun aqlning o'zi kifoya qilmaydi. Ongning o'zi kifoya qilmaydi. Uning uchun bizga tafakkur bo'lish kerak bizda. Bizda
o'ylash bo'lishi kerak. Shu orqali biz andan keyin haqiqatga, haqqa, Parvardigorga, Tangriga yetadiz. Mana bu bizning aql va tafakkur haqidagi o'ylanishlarimizningki jarayoni deb atamdiq. Jarayoni bo'lishi kerak. Mana bu jarayonni boshdan kechirishimiz kerak. Chunki bu jarayonni qadimgi Uyg'urlar boshdan kechirgan. Şuna ularninki e'tiqod sistemasi turg'izilgan. Shundaqla qadimgi Greklar o'ylangan, boshdan kechirgan. Shuna ularning e'tiqod sistemasi bo'lgan. Shundaqla arablarmi bo'libmi Muhammad alayhissalomning davridan boshlab bu jarayonni ularning boshdan kechirgan va shuna ularning e'tiqod sistemasi bo'lgan. Ama bu sistemlarning hammasi nima desa o'ylashdan kelgan, hargiz anqirishdan emas. Tefekkürden kelgan, hargiz aqldan emas. Chunki haqni tunish, haqiqatni bilish, Parvardigorga yetish, hargiz aql bilan bo'ladigan narsa emas. Aql yetmaydi uningga. Biz Uyg'urcha aql yetmaydi deydigan gapimiz bor. Aql yetmaydi, aql yetmaydi. Aql yetmaydi. Uningga yetadigani o'y. O'y yetadi. Chunki o'y obrazlashtiradi. Obrazlashtirganligi uchun u birini tanıya alaydı. Aql o obrazlaştıranmaganlığı üçün real dünyasında abstrakt dünyada qalğanlığı üçün o haqiqatni, haqni, Tangrini, Parvardigorni tanışqa qurb etmeydi. Endi obrazlashtirish degan mushu so'zningki o'ylash ekanligini faqat biz Uyg'ur tafakkuridan yoki Uyg'ur o'yidan qarang'ulik bilan yorug'likning munosabatidan tushunalıyız. Demek qarang'ulik bilan yorug'lik. Buni endi albatta bizningki İslamiyatda bakchiq ta'kidlangan tuqumlar, masalan Qur'onning nurg'un oyatlarida kecha bilan kunduz qarang'ulik bilan yorug'lik haqida nurg'un oyatlar eskartilgan. Masalan kechini kunduzga kirgizadi, kunduzni kechaga kirgizadi degan oyatlar. Shunga o'xshash yana kecha bilan kunduz yoki qarang'ulik bilan yorug'likqa o'xshash shaklda yana masalan o'likdan tirikni chiqaradi, tirikdan o'likni chiqaradi degan oyatlar masalan. Ham ikkisi o'xshash gap. Chunki biz biraz bunun dedik masalan, biz masalan qarang'ulikni poshilgan vaqtimizda, yeshgan vaqtimizda, tahlil qilgan vaqtimizda, tushirgan vaqtimizda, tushirgan vaqtimizda uningki qarang'ulik, yo'qlik, jimjitlik, ölüm degan mushunda bir yurish tuqumlar so'zlar ekanligini ko'rganga o'xshash. Qur'ondami masalan kecha bilan kunduzni so'zlagan vaqtida qarang'ulik bilan yorug'likni so'zlaydi va shundaqla o'lim bilan tiriklikni, hayot bilan o'limni so'zlaydi va hokazo. Shunga o'ylash degan anqirishning aksicha u
ikkinin birligi bo'lishi kerakda. Mana shu prinsip, o'yinning prinsipi, o'ylashning prinsipi. Ya'ni bir-biriga qarama-qarshi ko'radigan aql, ong, bir-biriga qarama-qarshi ko'radigan ikki obrazning birligini muayyanlashtirish. Ya'ni bu ikkisi aql va ong aytganga o'xshash bir-biriga qarama-qarshi emas, bular asli bir narsa deb muayyanlashtiradigan narsani biz tafakkur yoki o'y deb ataymiz. Shundoq bo'lganda, Tefekkür obrazlaştırış oldu. albatta. Obrazlaştırış çuvuş oldu. Albatta. O eğer obrazlaştırış abstraktlaştırış bo'lgan bo'lsa, abstraktlaştırış degan uşaq narsalarni yo'g'ini ekilib, cho'ngini ko'rganda abstraktlashish shular. Obrazlashtirish, abstraktlashtirish emas, konkretlashtirish. Bayaqki shu yerda izibtoq beshida biz Yo'q, dedik-ku biz aqlni, ongni, xiyol, abstrakt dedik. Masalan, o'yinni, tafakkurni konkret dedik. Hozir aql konkretmi, tafakkur konkretmi? Tafakkur konkret, aql konkret emas. Aql abstrakt. Tamam. Biz beshida xatalashibdik. Beshidagi bayonda yiqqan chog'da aşağı biroz xatalashib qoldik. Undaq bo'lsa, ong, aql, bilish, bog'lash, qorashtirish bularning hammasi abstraktlashtirilgan bo'ldi ekan. Abstraktlashtirish ekan bu. To'g'ri. Hamda o'y, tafakkur, chuvish qatorliqlar Yeshish, konkretlashtirish, yeshish bo'ldi ekan. konkretlashtirish. Yeshish bo'ldi ekan. Konkretlashtirish bo'ldi ekan. Agar konkretlashtirgan vaqtda birini chuvgan vaqtida qanday qilib birga olib turdi u. Ya'ni birini chuvsak, necha parcha bo'lib tursak, biz parchaning ichiga masalan bir puzzle misol olsak, masalan puzzle deydigan narsa bormi? Kichik bolalar aql zehnini oshirish uchun bir tane resimni parchalab deb qorashtirdi bu. Puzzle deydi, ingliz tilida deydi uni. Yo'q keldi. İngiliz puzzle deydi. Puzzle. Mana. Uyg'urchada bir ism qo'ymoq lozimkan. Herhalde puzzle deb biz bu yerda ishlatib ekanmiz. Shu kichik narsalardan qorashtirib cho'ng bir rasm chiqardi-chu. Cho'ng bir rasm chiqardi. Cho'ng rasm bu yerda abstraktlashgan bir narsa, abstraktlashdi deb tushunsam, men shunday tushunibdim, xato bo'lsa tuzatishagaylar. Ya'ni abstraktlashtirganda gungulashtirib o'tadi, lekin putillaydi-chu, yo'g'onlashtirdi uni. Uşaqlarni bir inchki ichi kirmadan pomlaydi. Abstraktlashtirish işte oldu tushunaman. Xato bo'lishi mumkin. Ahmetcan, bu yerda bir narsa Lekin bu yerda agar puzzle'ga o'xshatsak, men so'zimni kichkina oyog'ini chiqarib olsam, men nima qilamni deyman. Boshqa ketmas uchun. Yani abstraktashtirish masalaning pushaq-tushaq ekanini hammani bipomlab mana deb tutqazganga o'xshaydi. Hammasi bishtayoq deydiganga o'xshab ketadigan bir shakli deb tushundim men. Çünkü konuşkumda. Bu xuddi agar puzzle'ga o'xshatsak, pushaq-tushaq vanklarni hammasini ekilib, parcha-parcha ekilib, bir cho'ng rasm chiqadi. Yani bu chog'da bu cho'ng rasmni xuddi biz hozir deyotgan tavhidga yoki butun parcha-parchalarni yo'qlik, borlik, qarshilik, ya'ni zidlik deganlarni hammasini ekilib, bir bütünlab chiqqanlikni tushundirdi. Shuning o'xshaydi ekan-ku desak, men shunda bo'z bo'ladi deb o'ylaydim-da. Lekin hozir deyishib deyapmizki,
abstraktlaştırış bu anның işi oludu. An akıl demektir. Akılның bunun gücü yetmeydi. Yani aklın tepişki gücü yetmeydi dedi. Lekin unda nemenin yetidi bolsa, akıl münasebetlerini bağlap ekiliş fakat tonuşla nima qiladi, lekin ichini chuvib uni haqiqiy konkretlashtirmoqchi, ya'ni mesliga inchga operatsiya qilmoqchi, o aslidagi yaqin topolmaydi o degan yakka keldiqda baytan suhbatdan bir şeyler nimada ayg'ida kelib. Bu uşaq parçalandı degan gap cho'ng puzilni parçalarning ichidagi operatsiyaga zehn sarf qilgan o'xshab ketadi. Qanday men biraz his qilib qolib qoldim. Okey. Onda olsa bunun için dikkat, ma noktada dikkat kılışımız gerek. Düşünüşümüz için. Birinciden, koraştırış, yaki bağlaş, parçaların başlanılı. Parçaların. Evet. Dakika, parçaların başlanılı. Hem siz parçaların başlayan vaktinizde bütün parçalarının hemmisini görmeysiz, bilmeysiz. Şundan emes mi? Parçalarının hemmisini. Yani biz parçalaştım siz parçaların başlayan vaktinizde, parçalarının hemmisini bilmeysiz. Yok. Bilmeysiz. Şuna siz ma'lum parçalarını birleştireleysiz. Lekin bir parçalarının hemmisini emas. Ve şundakla siz aşı birleştirgen parçalarla şunu hemmisi dep oylap kaladigan ihtimaliniz buludu. Endi bunu koyup turaylı, çuvuş bolsa yoki yeshish bolsa siz bir bütündün başlaysınız. Bir bütün, birini, aşı birini. Onundan başkası yok. Aşı birini. Siz endi parçalaysınız. Qanchalik parçalığı boludu de parçalaysınız bunu. Şunda bu vaqtida aşı bir siz onu parçalab tüketemeysiz. Sanaksız olap ketadi. Şuna oyunun çeksizlikini skengenligi muş yerde. Yani bir sanaksız parçalara bölünüdü. Onu sanap oğulu bulmaydı diyen muşu sanaksızlık, çeksizlik yoki mengülük diyen tukum bilen oyunun karakteriga aylangan. Ameliyatda an bolsa yoki aql bolsa u parçalardan başlaydı. Lekin bu parçalar bir bütünün parçaları, lekin bir bütünün parçası, lekin hemmisi emas. Şuna mesela ikkini bağlaştan başlaydı. Şundak mı? İkkini bağlaştan başlaydı. Mesela bu neymiş ki dese mesela nima uchun suv pastga qarab oqadi degan mushu savolga endi suv bilan past, egiz past mushu masalalarni bog'laydigan gap. Mesela bağlash mushundan boshlanadi. Mush ikki narsadan. Amaliyat bu ikki narsa bir bütünün ikki narsasi emas. Mushtaq deb turaylar boshlanishda. Birinin ikki narsasi emas. Lekin çuvuş yeshib kelsangiz, u oldi bilan birini qarama qarshi ikkiga parchalaydi. Ikkiga chuvdi, qarama qarshi ikkiga chuvdi. Mesela biz eskilab o'tganga o'xshash qadimgi Uyg'urlarning masalan birini, ko'kni yoki tangrini yoki haqiqatni yoki haqni qarang'ulik bilan yorug'lik deb ikkiga bo'lgandek. Endi bu qarang'ulik bilan yorug'lik deb ikkiga bo'lgandan keyin endi yorug'likchi u nima desa,
Mesela Oğuznamada yoruqluqni kun, yulduz, ay deb üçkü bölgen. Çünkü ular asmanda fakat aşı yoruqluqni ya quyosh, ya ay, ya yulduzlar. Ondan başqası yo'q. Aşında köygen. Bu yoruqlar şu. Ma yer ve yerning üstündeki hava muşlarni yo'ritadigan ashula endi. Bo'lmasa bular qarang'u. Endi bu qarang'uni nimaga bo'lgan ular desa, kök yani hava, anandan keyin tuproq, to'pa, anandan keyin suv. Mush uch narsaga deb bunda parchalab mumkin. Endi to'pini yoki suvni yoki havoni anandan keyin nimaga parchalaydi desam, havoni nimaga parchalaydi desangiz, yel, shamol, atmosfera, nima deymiz? Nurg'un narsalarga parchaligi bo'ldi. Ya'ni-chu masalan, ya'ni anandan to'pini masalan nurg'un narsalarga parchalig bo'ldi. Metallar deymiz, har xil metallar, temir, ayni vaqtlarda masalan nimalar tepilma, oltin, kumush deymiz. Mushunda. Suvchu. Bir to'plam nurg'un turlari bor ha. Demak, mana mushu birni siz endi parçalaysiz. Nimadan tarkib topadi yoki nima uning tarkibiy qismlari nima, elementlari nima debchu. Mushlar parchalash bilan. Ma birni bilasiz. U kök shu. U koinot shu. U ashu bir shu deb nimqan. Endi ma aqlga kelsak, ongga kelsak, u ma birni tanimay ikkidan boshlaydi. O birinin ikkisi haqiqiy qarama-qarshisi. Masalan, qarang'ulik bilan yo'qlik, o'lim bilan hayot, borliq bilan yo'qlik. Tutunuzma? Masalan, osmon bilan yer degandek shunday qilib birninki cho'ng ikkiga bo'linishidan boshlagan bo'lsa, ma'u kichikdan boshlaydi masalan. Masalan, nimishqa ma'u olqanda 5 barmoq chiqadi. Buning sababi nima? Nimishqa masalan inson kuladi yoki yig'laydi. Nimishqa masalan insondan qon chiqadi. Nimishqa masalan inson ko'rdi. Nimishqa u anglaydi. Nimishqa ma'u quyosh, nimishqa u yo'ruq, nimishqa ma'u oy. Bu quyosh bo'lmasa yo'rimaydi, quyosh bo'lsa yo'riydi degandek mushundaq parchalar bilan mundaq aytib qolganda, mundaq so'qanda ahamiyatsiz kichik chupranda narsalar bilan boshlaydi aql. Shuni bog'lash bilan boshlaydi, lekin buni bog'lab tugatilmaydi. Nima uchun desa, bu parchalar haqiqatan sanoqsiz bo'lganligi uchun uni bog'lab, bir-biriga bog'lab tugatilmay, birga, haqiqatga, Tangriga haqqa yetilmaydi. Mana mushu farq. Masalan, aql yoki ong o'lim bilan hayotlikning, tiriklikning birligini e'tirof qilmaydi. İnkar qildi. Ong, aql o'limni hayotning oxiri, hayotning tugishi deb qaraydi. Shundaymi? Anlatamsiz? Aql ishlatganlar ishlatadi. Bo'ldi, tugdi, ketdi deydi. Albatta. Ammo o'y hayotlik bilan o'limni bir narsa deb qaraydi. Bir narsa deb tanıydi. Hergiz biri yeni birinin çeki emas deydi. Yani mesela ölüm hayatlıkның çeki yoki hayatlık ölümның çeki, yani ölümның yeni bir çeki. Bunda kılıklı bir karım karşı koymaydı. Oy. Onu bir gördü. İkisi bir de qaraydı. Mana muşu oy bilen ongning farqi. Yani çünkü muşu qarashda biri aşındaq bilgen, yani aqlning nima, o'limning, hayotning
cheki ekanligi, oxiri ekanligini ashundoq bilgan. O'y bo'lsa, o'lim bilan hayotni ikkisini birining ikki obrazi, birining ikki xil obrazi, lekin asli birining obrazi bu deb shundoq ko'rgan. Shunga hatto nimalarga qarasangizmi, masalan bizningki ko'ktangarchilikning ba'zi nimalariga u yerga ketmayli hozir endi balbirroq tahi. To'g'ri bu. Anladımda avazım ya. Orliqda yana bir üzülüşler bo'layotir. Bugun men ovozmi, sizning ovozingizmi bor, nima tugmayapti bu ekranda. İnkaslar qarab baqsak do'stlarniki. Siz tarafdan ovozda kashkash tugmayapti. Bugun mishada to'xtatib 1,5 soat qoldi. Chunki men angla o'y oldida so'zlangan mazmunlarni tüp biraz dastlab aytgan bo'lsak bo'pti-ekan. Masalan, bir chirtyo sizib ekilib, eslatma qilib, bir yomon choplab qo'yib turib. Men tayyor qilib, bu daqiqada meni shu 3 sonni bir xulos shaklda endi muzokara qilsak, savol javob shaklida. Ashtatilib. Tushunmagan do'stlar, nima uchun tushunmaganliklarini yozinglar, nima tushunmadinglar, tushunmagan bo'lsa, aniq savollarni qo'yinglar do'stlar. Çünkü tushunish insonning hammalarga o'xshash olmaydi. Ba'zan narsani biz tushunmaymiz, sizlar tushunib ketishingiz mumkin. Tushunmaganligimizni, nima tushunmagan bo'lsak, savol javobning yerimi deydi felsafada yoki mana shu mafaqashunoslikda. Savolning o'zimi, shu javobning yerimini topganlik. Shu nima tushunmaganligini o'tirib olsanglar, bizning javobning yerimini topmagan bo'lasizlar. Yerimini bildigunimiz yana. Ashta qanchada şu bilmegen hakkında savatlı işiydi. Ahmet Osman Efendim'e müracaat kılıp bunu leksiya şekilde ders kılıp birisini talep kılsak, bununki söhbet şekilde bolsa takım canlılık bolduğanlığını özümü nima qilib qoldi. Shundan quvvatimiz yetmishmi va saqilga yağmış yurib tirmishyapmiz. Shunga so'zliklarda men nahmaydan bo'lgandan depta qarab turib qilgan bo'lmagandan aql degan charchaydi, hamish bir xil turolmaymiz. Shunga qiyib ketsak darhol juganini tortinolmaydigan mas'uliyati bor bu nahmaydan program. Ziyoratchilar qo'g'ilib masalasini bilib olamiz. Shu shohid bo'lib turib gap qilmay o'tkazsanglar sizlarga mazrat yuqindisi tegadi degan gap mas'uliyatning yuqindisi. Shunga biraz samimiyat bilan, ixlos bilan muomala qilib programmalarda ekspertlik yoki tushunishmaslik bo'lsa, navbatda gap qilmay chiqib bu yo'q yerda boshqa yerlarda dukka ochib yursanglar, bu yarashmaydi do'stlar. Boshqa yer ishlaymi, qaqshigan o'xshab qoldi. Shunga eng yaxshisi bir-birimizga biraz hamdam bo'lgan shaklda muomala qilsak, bugungi programda biraz ovoz shavqinlar do'stlardan afv so'raymiz. Bu daqiqa programni inshaalloh tuzib ketamiz. Hammalarga rahmat. Ahmet Osman efendim har mog'ay ajrlik bo'lg'ay, kelar sonni ko'rishsin. Rahmat. Sizlarga ko'p rahmat. Sizga ko'p rahmat Ahmetjon. Söhbət ovoz bizni biroz charchatdi. Elib berayotganlarınız uchun ko'p rahmat aytaman. İnternetning xavfliligi ya mikrofonning xavfliligi tam dastamay qoldik. Xayr, niyatimizni Alloh bilib turdi. O'zimizga o'zimiz ayon. Samimiyatga inoq do'stlar ishonch qiladi deb o'ylaymiz. Biz sizlarning vaqtinglarni elib, mashg'ul qilib erishadigan narsamiz yo'q. Hammalarning vaqti qimmatli. Hatto